katta bosmaxona kimga kerak akalar? Xohlasanglar hamma texnika ishchilarini ham qo'shib beramiz deyapti. Xohlasanglar binoni o'zini, ya'ni hududni sotib olsanglar ham bo'ladi. Ya'ni ko'rib turganimiz 53 sotix maydonga joylashgan etiket ishlab chiqaruvchi zavodimiz sotuvga qo'yilgan bo'ladi. Manzilimiz Toshkent tumani Mehnat pivosini ko'pchilik bilsa kerak. Shuni yonginasida joylashgan. Katta yo'l yuzida bo'ladi. Old taraflama katta parkovishn joylari bor. Ichkari taraflarni tushuntirib beradigan bo'lsam, hovlini ko'rasizlar. Hovlini o'zida ham alohida parkovishn joylari bor, transformatorlar ham qo'yib qo'yilgan. Binoning orqa tarafida katta zeleniy zonalarni ham ko'rishimiz mumkin. Binolarga keladigan bo'lsak, umumiy hisobda 2600 kvadrat yopiq binoga ega bo'ladi. Bu yoq tarafda birinchi bino ham joylashgan va bu yoqda asosiy bino. Asosiy bino tushuntirib beradigan bo'lsam, birinchi etajda asosiy etiket ishlab chiqaruvchi xonalarni ko'rishimiz mumkin. Hamma texnika, оборудование mana shu yerda joylashgan bo'ladi. Etiket ishlab chiqaradigan, lakni ishlab chiqaradigan, laminatsiya, xullas hamma texnikalarni ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi etajni tushuntirib beradigan bo'lsam, ofisli xonalar joylashgan, bir nechta xonalarga ega, boshliq xonasi, xodimlar xonasi, buxgalter xonalarini ham ko'rsak bo'ladi. Endi bu yoq taraf tushuntirib beradigan bo'lsam, buni o'zi bir nechta qismlarga bo'lingan. Birinchi etajda sklad ko'rinishidagi xonalarni ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari ishchilar uchun oshxona joylashgan, plus yana bitta bosmaxonani ko'rsak bo'ladi. Ikkinchi etajimizda yangi ofis qurilishi boshlangan, lekin oxiriga yetkazilmagan. Xullas qiziqadiganlar bo'lsa, pastda egalarining nomeri.